Manqurt degan o'zining kim ekanligini, qaysi millatdan ekanligini, ismining nima ekanligini, yoshligini, ota-onasini bilmaydi. Qisqasi, Manqurt o'zining odam ekanligini bilmaydi. Manqurtda man degan ong bo'lmag'achqa, iqtisodiy jihatdan u nurg'un ortiqchiliklarga ega bo'ladi. Manqurt degan til bilmaydigan bir hayvonga tang bo'lg'achqa, haydigan tarafga g'iding-piding qilib o'ltirmay ketaveradi. Buyurgan ishni g'iding-piding qilmay qilaveradi. Qichish deganni xiyoliga keltirib boqmaydi. Har qanday bir quldar uchun aytganda, eng qo'rqinchli ish qullar qo'zg'aling'i. Har bir qul yoshirin to'planchi. Amdi Manqurt bo'lsa mutlaq mustasno. Uningda to'plan ko'tirish, isyon ko'tirish degan hukm zodila bo'lmaydi. Shunga uningdan paxas bo'lish, uningga qarash hojat emas. Biror suiqasd qilarmikin deb gumonlanishning zodila hojati yo'q. Manqurt xuddi ishdek o'z xo'jasining gapini anglaydi. Hech kim bilan bordi keldi qilmaydi. Uning asyodi bir amal qilib qo'rsoq to'yg'izish buningdan boshqa xiyol bo'lmaydi. Xo'jasi topshirgan ishni qarg'ularcha sadoqat bilan qat'iy tavranmasdan o'rindaydi. Manqurtlar odatda eng ig'ir, eng toskina yoki bo'lmasa bir qilibda ishlayveradigan zergarlik ishlarga qo'yiladi. Faqat Manqurtlarla yolg'iz o'zi insijin yo'q sari o'zak cho'lida yurib to'yga boqadi. Shu dalida shuning o'zila bir necha odamning ishini qiladi. Qo'rsqi to'yg'izilsila qish yoz demay yil bo'yi dalida yurib ishlayveradi. Yolg'izlikdan, jafo mushaqqatdan qo'rqmaydi. Xo'jasining topshiriqini hammadan ustun ko'radi. To'yg'udek tomoq yeyishdan va dalida qishdan chiqudek ko'ni kiyim-kechakdan boshqani talab qilmaydi. Asrning kallasini elish yoki uning jinini olg'udek biror zahmat yetkazish bir kishining asyodini yo'qotishdan, aqlini barbod qilishdan, boshqalarninkiga tanglashtirib bo'lmaydigan ruhini barbod qilib tashlashdan ko'p oson. Lekin ko'chman jurjonlari o'zlarining zulmatlik tarixidagi eng dahshatli bo'lgan yavoyiliqqa varislik qilgan bo'lg'achqa, o'zlarining jinoyat qora qo'lini insonlarning mushundaq eng qimmatli narsasiga uzatgan. Ular tirik qulning asyodini tartib olish usulini tepib olib, insonlar oldida aqlga sig'maydigan jinoyatlar ichida eng ig'ir bo'lgan bir jinoyatni o'tkazdi. Shu sababdan Nayman onaning Manqurt qilingan o'g'lini qo'shaqqa qo'shib o'ldirib, azoblanib yig'lig'ini bekor emas. "Ah, o'g'lim, sening asyodingni zo'rlik bilan yo'qotqili turganda, tay chiqim, chechoni tushirib beshingga sherik kuydirganda, asta-asta qo'rilgan teri beshingni omburdek qisayotganda, tay chiqim, menang ombur bilan qisqandek qisilib, og'riq azobidan ko'zlaring chaniqingdan chiqib ketgidek bo'layotganda, sari o'zakning tutuni yo'q qiyomat o'ti jiningni qo'yqilab, qining qetib ketayotganda va shundaqdimi osmondan og'zingga bir tomchi suv tommaganda, insonga hayot bergan osh quyoshni olamdagi eng yorug' yulduzlar ichida hammadan qorong'usi senkensan deb qarg'ab ketgandirsan, tay chiqim. Chivindek jining qiynalib, chirqirgan o'ning cho'lning ustida yangrab turganda, kech kunduz dod faryod ko'tarib, Xudodan yordam so'rasam-u yordam bo'lmaganda, bog'lanib yotgan yeringda toza qiynalib chidayolmay ketganda, og'riq azobidan paylaring tortishib ketganda, tay chiqim, qo'rilib ketgan badaning po'q suydagi chilinib sesib yotganda, tosh chivinlar, cho'mili va qurutlar o'lishib chaqqan va asta-asta aqlingdan ketayotgan chaqda, dal shu chaqda bu dunyoga bizni yoritib qo'yib tashlab ketgan Xudoni toza qarg'ab ketgandirsan, toy chiqib. Azobga chidayolmay aqling tutilib, qorong'ulashib ketayotganda, asyoding zo'rlik bilan yo'linib, o'tgan umringdan aloqasini uzayotganda, jiningning qiynalganligidan jon onangning mehrini, kech qurunlari o'zing o'ynaydigan tog' suvlarining
Şoq şarqırğan önünü asta unutup ketayotganingda tay chiqib, vayron bo'lgan ong seziming tufayli o'z etingni, otangning etini asta unutup ketayotganda, tang tushlaringning didori, sana izzat tortinib ko'z qirni tashlaydigan qizlarning didori sana g'uvalishib, tonimaydigan bo'lib ketayotganda, Asiyada yo'qonga tushib ketib, meni nima deb bu olamda mushundaq inson qiylipidan chiqqan azob uqubatlarni totsin deb qo'saq ko'tarib tuqqan eding deb onangni qarg'agandirsan toy chiqim.